Yangiliklarimiz davom etadi. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida qabul jarayonlari, imtihonlar va imkoniyatlar mavzusida matbuot anjumani tashkil etildi. Anjuman tafsilotlari galdagi lavhamizda. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali rahbariyati, qabul komissiyasi a'zolari, ommaviy axborot vositalari ishtirokida o'tgan matbuot anjumanda asosiy e'tibor qabul jarayonlari oldidan abituriyentlar, ularning ota-onalari va jamoatchilikka filialda mavjud imkoniyatlar haqida ma'lumot berishga qaratildi. Qabul komissiyasi a'zolari so'zga chiqib, 2025-2026 o'quv yilidagi qabul tartibi, abituriyentlarni ro'yxatga olish, hujjat topshirish, kirish imtihonlari va baholash shakllari, qulayliklar va imtiyozlar, davlat granti va to'lov kontrakti asosida talabalikka qabul qilinish tartiblari haqida batafsil to'xtaldilar. Joriy o'quv yilida jami 7 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga qabulni rejalashtirganmiz va 50 dan ziyod magistratura mutaxassisliklariga qabulni rejalashtirganmiz. Qo'shma ta'lim dasturlari ham yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lib, joriy o'quv yilida 5 ta qo'shma ta'lim dasturiga ham qabul jarayonlarini rejalashtirganmiz. O'tgan o'quv yilidan boshlab talabalarimiz grant kontrakt asosida o'qishga qabul qilinadi, lekin bu faqat 1 yil uchun rejalashtirgan bo'ladi. Misol uchun, birinchi kursga grant asosida qabul qilingan talaba o'qib o'zlashtirishi va jamoat ishlaridagi ishtiroki bo'yicha yaxshi faol ishtirok qilmasa, keyingi o'quv yilidan kontrakt asosida o'qishni davom qildirishi mumkin. O'quv yili tugagandan keyin barcha talabalarimiz kontrakt statusida bo'lib turishadi. Maxsus ishchi guruh va komissiya tomonidan ularni o'zlashtirish ko'rsatkichi, jamoat ishlaridagi faolligi bo'yicha qaytadan to'liq davlat granti va to'liq bo'lmagan davlat grantlariga ajratilish tizimi yo'lga qo'yilgan. Anjuman ochiq va samimiy ruhda kechdi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollariga mutaxassislardan javoblar olishdi. Tadbir davomida Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialining ta'lim yo'nalishlari, o'quv jarayonlarining tashkiliy jihati, moddiy-texnik bazasi, ilmiy salohiyati hamda xalqaro hamkorliklar borasidagi yutuqlari haqida ham atroflicha ma'lumotlar berildi.